Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar, sizlar uchun mana Komfort idealniy avtobusimiz xudo xolasa Moskvadan Toshkentga jo'nab ketadi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli Komfort avtobuslar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi. O'zingizlar telefon qilib bron qilsanglar bo'ladi. Avtobusimiz ichki sharoitlari mana ko'rib turibsizlar. Ikkita kamera orqadan, ikkita kamera oldidan, mana o'rtada bitta kamera nazorati ostida ketiladi. Ikkita monitor bor, issiq suv, sovuq suv uchun mana kullerlarimiz bor. Sidinalarimiz xudo xolasa 30 gradusga yotadi. Bemalol o'tirib ketishga udobniy. 50 kilo, 60 kilo yuk bemalol besplatniy olib ketsanglar bo'ladi aziz vatandoshlar. Dokumentida muammosi bor hamyurtlarimizdan bizga murojaat qilishyapti. Qanaqa qilib ketsak bo'ladi deyapti. Telefon qilinglar, telefon orqali chiroyli qilib tushuntiramiz. Voditellarimiz bor, ikkita voditel o'zlari sizlarni bezdeport, bez muammo olib ketishga harakat qilamiz. Ozgina rasxod bo'ladi sizlardan. Shunga qarab xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Aziz vatandoshlar, ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar, bog'laninglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.